6 tonna sof oltin evaziga qurilgan suv kanali haqida eshitganmisiz? 186-hijriy sanada hajga kelgan Zubayda xonim makkalik hojilarning suv masalasi borasida muammosi borligini ko'rib, 10 yil davomida qurilgan ushbu suv kanali 6 tonna sof oltin evaziga qurilgan. Uzoqligi Toifning janubidagi Nomon tog'laridan boshlangan 44 kilometr masofadan Makkagacha kelgan. Ko'rib turganingiz mana shu Zubayda xonim kanali bo'ladi. Usti yopiq, yo'llari mahkam mustahkamlangan, zigzag holatda qurilgan, zero kanal to'lib qolmasligi uchun. Zamonaviy suv kanallari ham xuddi shunday zigzag holatda quriladi. O'zini o'zi doim yangilab turadi. Zubayda xonimdan Alloh o'zi rozi bo'lsin. Xarajat ortib ketgan paytda hisobchi olib kirganda hisobotni, shunda bu kishi aytadilar: biz zimmamizga yuklatilgan vazifani bajaramiz. Hisobni esa Alloh taolo beradi. Har bir ketmon urish, har bir lapatga urish bir oltin tangaga ro'baro teng kelsa ham biz ushbu suv vazifasini, suv masalasini albatta bajaramiz deb javob berganlar. 1200 yildan oshiq Makka va uning atrofidagi hojilarni va umra ziyoratchilarini suv bilan ta'minlagan suv kanalidir. Zubayda xonimdan Alloh rozi bo'lsin.